Rivoyat qilinadiki, kimda kim hayzli ayolga yoki xotinining orqasiga yaqinlik qilsa yoxud folbinga borib uni tasdiqlasa, ya'ni rost gaplari desa, batahqiq u Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nozil qilingan narsaga kufr keltiribdi. Boshqa bir hadisda ayollarining orqalariga yaqinlik qiladigan kimsalarni Alloh la'natlaydi deyilgan. Tabaroniy rivoyat. Xullas, xotin uzrli holatida eri yaqinlik qilishni xohlasa bo'ysunmasligi, bundan boshqa barcha holatda itoat etishi lozim. Yana ayol bilib olishi lozimki, u o'z nafsida va erining molida undan izn so'ramay turib tasarruf qila olmaydi. Erining haqqi o'zining haqqidan, qarindoshlarining haqqi o'z qarindoshlari haqqidan muqaddam turadi. Eri u bilan huzurlanishga, poklik, tozalikka e'tibor bergan holda tayyor bo'lishi lozim. Husn jamoli bilan eriga takabburlik qilmasligi, mabodo eri xunuk bo'lsa, uni ayblamasligi darkor. Asma'i aytadilar, Sahroy arablar makoniga borgan edim. U yerda bir xotinni uchratdim. Xotin go'zal, eri esa juda xunuk edi. Xotindan mana shunday kishining qo'li ostida yashashga qanday qilib rozi bo'lding deb so'ragan edim. U yaxshilab eshitib ol, ehtimol erim o'zi bilan yaratuvchisi Alloh orasini yaxshi qilgandir. U meni unga mukofot qilib bergandir. Ehtimol meni osiylik qilgandirman, uni menga jazo qilib bergandir dedi. Oysha radhiyallohu anha aytganlarki, ey ayollar jamoasi, agar erlaringizning sizlarning ustingizdagi haqlarini bilganingizda edi, sizlardan har bir ayol erining oyoqlaridagi chang g'uborini yuzining yonoqlari bilan artib qo'ygan bo'lardi. Rivoyat qilinadiki, sizlarning jannatdagi ayollaringiz har bir suyuvchi-yu bolajon serfarzand ayollardir. Mabodo g'azablansa yoki unga yomon muomala qilinsa va yo eri g'azablansa, qo'lingizda to rozi bo'lmaguningizcha kiprik qoqmayman deydi. Shuningdek, ayol eridan doimo hayo qilishi, uning huzurida yeriga boqib turishi, buyrug'iga itoat qilib gapirayotganda sukut saqlashi, kirib kelganida yoki chiqib ketayotganida o'rnidan turishi, unga yoqmaydigan barcha narsalardan uzoq bo'lishi, uxlashi oldidan unga o'zini arz qilishi, unga to'shagi va mol-mulkida xiyonat qilmasligi, doimo pokiza bo'lishi, misvok ishlatishga odatlanishi, u hozir bo'lganda o'ziga zeb berib xushbo'yliklar sepib yo'qligida ziynatni tark etishi, uning ahli va qarindoshlarini izzat ikrom qilishi, ozgina narsasini ko'p o'rnida ko'rishi vojib bo'ladi. Mu'ti ayolning fazilati va osiy ayolning uqubati xususida. Alloh taolodan qo'rquvchi ayol Allohga va eriga astoydil itoat qilishi, roziligini qozonishga jiddiy jahd bilan harakat qilishi lozim. Zero ayolning jannati yoki do'zaxidir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, qaysi ayol vafot etsa-yu, eri undan rozi bo'lsa jannatga kiradi. Tirmiziy hamda Hokim rivoyati. Boshqa bir hadis sharifda